Men ham boshqalarga o'xshab o'rtoqlarim bilan ko'chalarga chiqqim keladi. Chiqolmayapman. Ustimdan kulyapti. Menga og'ir botyapti. Men ham boshqalarga o'xshab ko'chada yurishga haqqim bor-ku. Mendan odamlar o'zini olib qochyapti, g'alati qarayapti hamma. Men bunaqa yurolmayman. Yaxshi bo'lgim kelyapti. Hammalaringdan yordam so'rardim. Mana shu qizni ko'ryapsizmi? Juda ham chiroyli qiz. Lekin bundan 10 oy oldin Alloh sinovi kelib, gaz portlashi natijasida mana shu holatga kelib qoldi ushbu singlimiz. Bu singlimizning ismi Marjona. Yoshi 17 da. 10 oy oldin gaz portladi, uni qo'llari, oyoqlari hamda yuzi kuyib ketdi. Hozirda buni qog'ozlarini Indiyaga tashladik. Indiyada davolasa bo'ladi deydi. Ya'ni ikkita operatsiyaga $24,000 atrofida mablag' ketadi deydi. O'zlarida 50 millioncha mablag' bor ekan. Do'stlar, ushbu singlimiz ham boshqalar singari yashashi uchun, hayotga qaytishi uchun yordam berishingizni iltimos qilamiz.